95 nomer. Men Xorazmda emasman bolalar. Men Toshkentga yetib kelganman. Endi bemalol telefon qilsangizlar, zo'r maslahat, zo'r tavsiyam beraman bolalar. To'rtko'ldan mashinamiz kelgan, xudo xolasa Otabek aka mashinamiz yaxshi uflamayapti, ya'ni konditsioner yaxshi ishlayapti, muzlatmayapti degan uchun keldi. Demoqchimanki, hammalarga bu aniq ma'lumot men bitta narsani beraman. Что bu zavoddan chiqayotganda sizlarga titron, freon qo'yilmaydi. Xitoy, ya'ni doskональный 450 gramm, 500 gramm ham qancha qo'yilishi kerak bo'lgan narsa qo'yilmaydi. 200 gramm mana shunaqa qo'yiladi. Bundan ko'p qo'yilmasa kerak. Nima deysan akajonim? To'g'ri, zavodda shunaqa 200-250 gramm urib chiqarishyapti. Shu hisobiga yaxshi o'tmayapti. Titron zavodda qo'yib berish mumkinmi? Yo'q. Hayotda, chunki titron haqiqatan qimmat, freon, chunki haqiqatan zo'r xizmat qilib beradi. Albatta bunaqa xizmat sizga kerak bo'lsa, shu ukamizga kelasizlar, biroz aytsanglar sizlarga любой model, любой freonni mana shu tavsiya qilib solib beradi. Kartal detailing sudya zo'r maslahat va zo'r tavsiyalar bolalar shu.